Arzimaydigan insonlar uchun jahlimni nazorat qila olishimda ushbu hikoyadan qarzdorman desam yolg'on bo'lmaydi. Linchin yoshligida qayiqda suzishni juda yaxshi ko'rar ekan. Uning kichkina qayig'i bo'lib, ko'pincha ko'lda yolg'iz suzar ekan. Bir kuni ko'zlarini yumib, qayig'ida yoga bajarayotganida oqim shiddati bilan bir qayiq uning qayig'iga kelib urilibdi. Jahli chiqqan Lin ko'zini ochib, darhol qayiq egasi bilan janjallashishga shaylanibdi. Qarasa, qayiq bo'm-bo'sh. O'shanda o'z-o'ziga shunday debdi: "Jahlni bo'sh bir qayiq uchun sarflashning biror foydasi yo'q." Asablarimni o'ylab, qayig'imni ortga burdim. Bo'sh qayiq esa menga jahlni behuda sochmaslikni o'rgatdi. Agar hozir birov kelib meni haqorat qiladigan bo'lsa, u menga bo'sh qayiq bo'lib ko'rinadi. Xulosa shunday: bizni ranjitganlarga befarq bo'lamiz. Ularga aytadiganimiz: bu ham bir bo'sh qayiqda.